alaykum. Shadow kanaliga yoki-da agar Instagramga ko'rayotgan bo'lsangizlar, Mr. Nobody kanaliga do'stlar xush kelibsizlar. Do'stlar, bugun sizlar bilan biz top follow ilovasida Instagramga tekin nakrutka olishni o'rganamiz. Agar sizlarga Minecraft haqiqiy, ya'ni pulligi tekinga, ya'ni megabaytga kerak bo'lsa, men sizlarga buni beraman, albatta. Keyingi videomizda xuddi mana shu haqida bo'ladi. Bu men Minecraftni 532 megabaytga oldim xolos. Agar sizlarga ham kerak bo'lsa, mana shu videoga like bosib, obuna bo'lib qo'ysa va men keyingi videoni ham albatta chiqaraman. Avval men top followga kirib olamiz. Mana akkauntim. Manaki. Mana coinlarim, ya'ni tangachalarim, mana olmoslarni do'stlaringiz siz linkingiz orqali kirsa, keyin ola olasiz. Menga bitta ham do'stim yo'q, kirgizmaganman, shuning uchun yo'q. Manaki. Bu obunachilar, bu esa likelar bir baravar arzonroq obunaga qaraganda. Likelar 200 taga 50 ta bersa, 200 ta coinga 50 ta like bersa, bunda bo'lsa 400 taga 50 ta beradi obunachini. Mana. Juda ham arzongina mana. Men bir kunning o'zida o'sha agar hech bo'lmasa yarim soat vaqtimni ketkizsam, o'sha 800 tadan ziyod coin ishlayman va bugun birozga ozroq yig'dim va bo'ynagina ham akkauntimga danq bordim. Mana bu yoqda akkauntlaringiz ulab qo'yasizlar bemalol. Kirish birozgina akkaunt ochish qiyinroq bo'ladi. Yana bunga kirayotganda birorta bot akkauntga kirsizlar, chunki akkauntingizga ban berib yuborishi mumkin. Mana endi mana getni bosamiz. Любой bitta summani tanlaydi. Bizlar coinni tanlaymiz. Internet birozgina sustroq ishlayapti. Maniki obunachilar ketdi deyapti. Maniki ko'rgan bo'lsanglar, coinlarim ham ozayib qoldi. Tushunarsiz? Mana esa endi bo'lsa men Instagramga kirib ko'ramiz. Maniki profilimiz o'ta. Mana o'zimning profilim. Kirib obuna bo'lib qo'yasizlar, iltimos. Maniki o'zi 102 ta edi, mana tushib boryapti, ko'ryapsizlar. 102 tagina obunachim bor edi mana. 148 ta bo'ldi. Ko'rib turganlaringizdek mana. Hozirgina kelman 39 ta obunachi. Shuncha obunachi bor. Ko'rdingizlar? Bu haqiqiy do'stlar mana. Yana 6 ta kelibdi hozir. Do'stlar, mana shunaqa qiziq videolar kerak bo'lsa, mana kanalimga obuna bo'lib qo'yishlaringizni so'rab qolaman. Instagramimizga ham obuna bo'lib qo'yinglar, iltimos. Mana bu meni o'zimniki mana. Hozir men bu bot akkauntdan kirdim. Mana bu bot akkauntim nima bo'lsa nimagadir chiqarib yubordi. Buni yana qaytadan kirishga harakat qilaman. Men mana o'zimning asosiy akkauntim. Mana shunga kirib obuna bo'lib qo'yasizlar, iltimos. So'rab qolardim mana. Bugungi videomizga yoqqan bo'lsa, obuna bo'lib, like bosib qo'yasizlar, iltimos. Bu men uchun juda ham muhim.